Yanında. Qo'g'irchoq bor ekan, xuddi yo'rgakka o'xshab bor ekan. Qayerdan chiqdi bu narsa? Spaniyada shkaf tepasida. Shkaf tepasida. Ko'chagidan. Alloh sog'sin. Bismillah, alhamdulillah. Azizlar, Allohga hamdlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruhsalovatli bo'lsin. Bemorlarimizdan yana bir sehr asbob botil bo'lyapti. Alloh taolo sehr qo'yotganga ham, qiluvchiga ham buyruq berishga o'zi kifoya qilsin. Sehrdan qolgan mana shu nazar, hasad, jinni sababidan ozorlangan insonlarga Alloh taolo yechimni oson qilsin. Hozir bu bemorlarimizdan bir necha kun oldin kelishgan edi. Ana shu isuruv suvlardan, tuzlardan uyda tozalashni tartibini tushuntirgan edik. Alhamdulillah qilishdi. Alloh taolo sabab chiqibdi. Alloh taolo manfaat qilsin. Ulardan esa danasiga shifo bergan bo'lsin. Endi esa men bu topilgan narsaga keladigan bo'lsak, aksar holatlarda sehr uyda turadi, qilingan bo'lsa turadi. Lekin bu ko'zdan pardalanib turgan holat turadi. Agar shu uylarga shu shar'iy muolaja uslubi bilan muolaja qilinsa, keyin sonrasi ochilib qoladi. Kerak bo'lsa, sehr oldimizda tursa ham oddiy holatda ko'ra olmay qolishimiz mumkin. Lekin shu uyda muolaja qilinganda, shu sunnatga muvofiq, shariatga muvofiq, ya'ni uy tozalangandan keyin ko'zimiz oldiga chiqib qoladigan holat bo'ladi. Bu do'stimizda ham shunaqa holatlar bo'layotgan edi. Ishlarda yurishmaslik, ichki qisishligi, oilalarda muammolar bo'ladi. Mana bu narsa topilib olingan bu narsa asosan ikki xil holatda qilinadi. Ikki xil holatda qilinganda ham ikkalasi ham harom holat bo'ladi. Birinchisi esa ba'zi bir baxsh sifat domlalar, folbin sifat domlalar aytadiki, puldoqqa men senga o'qib beraman, seni pulingga barokat kiradi deydi. Lekin bu narsa harom, mumkin emas. Nimaki, dardni ham shifoni ham boylikni ham Alloh beradi. Bu biror narsaga odam o'zini muakkal qilib qo'yishi bu narsa durust narsa emas. Faqatgina banda rizq borasida ham o'zini Allohga topshirishlik lozim bo'ladi. Ikkinchisi esa mana shu pulga o'qiladigan sehrlar yomon turi, bittasi qarzga, ishni yurishmaslikka, faqirlikka qilinadigan holatlar bo'ladi. Ikkala holatda ham qilinganda bu narsa yigitni rizqiga, tanasida, jasadida, oilasi bilan bo'ladigan munosabat, agarda bo'ydoq bo'ladigan bo'lsa, oila qura olmay qolishlik holatlari, yoki bo'ydoqli yigitlarda bepushtlikni paydo qilishlik, yoki tanasida fahshga, zinoga, turli xil moddalarga qiziqtirish kuchayib ketib qoladi. Agar uyimizda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, qo'ldan kelguncha inshaalloh yordam berishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda ko'plab manfaat yeyotgan insonlarimizga usullardan biri mana shu suvlardan, tuzlardan, suvlardan foydalanish bo'lyapti, alhamdulillah. Alloh taolo hammamizni ikki dunyo saodatiga yetishtirsin. Mana bunaqangi sehr javob nazar amaldan yiroq qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.